Assalomu alaykum. Bugun biz yo'l qurilishi sohasidagi muhim innovatsiyalar, atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha yangi me'yoriy hujjat haqida gaplashamiz. Bu hujjatning bevosita mualliflaridan biri Abduboqi Qayumov. Suhbatni asosiy yangiliklardan boshlaylik. Demak, 2024-yilda shu avtomobil yo'llari tadqiqot instituti tomonidan menga berilgan topshiriqqa asosan me'yoriy hujjatlarni, ya'ni shu yo'l poyiga, undan tashqari shu atrof muhit muhofazasiga oid bo'lgan me'yoriy hujjatlarni qayta ishlash topshirilgan edi. Ushbu hujjatning ishlab chiqilishiga qanday ehtiyojlar va omillar sabab bo'lgan? Me'yoriy hujjatlar har 5-10 yilda, ayrimlari 3 yilda qayta ko'rib chiqib, unga tuzatish va qo'shimchalar kiritiladi. Biz bilamizki, yangi standart IQN 107-24 deb nomlanadi. U qaysi oldingi hujjatlarni birlashtirdi va ular bilan asosiy farqi nimada? Mana endi agar biz oladigan bo'lsak, 2015-2019 yillarda ikkita me'yoriy hujjat ishlab chiqilgan edi. Ya'ni 2015-yilda IQN 105-14 u nomi yo'l yoqasi hududini ekologik holatini baholash bo'yicha yo'riqnoma deb aytiladi. Mana bu yo'riqnoma. Ikkinchisi 2019-yilda ishlab chiqilgan avtomobil yo'llari va sun'iy inshootlarni qurish va saqlashda atrof muhit muhofazasi bo'yicha majburiy talablar. Mana shu talablarni qayta ishlab chiqish bo'yicha berilgan topshiriqqa asosan 2024-yilda IQN 107-24 yaratildi. Ya'ni biza shu 2015-yilda ishlab chiqarilgan IQN 105-14 va 2019-yilda ishlab chiqarilgan IQN 107-15 me'yoriy hujjatlar asosida shu yo'nalishga, ekologiyaga va atrof muhit muhofazasiga tegishli bo'lgan yangiliklarni qo'shib bordik. Ya'ni IQN 107-24 ga bu yangiliklar albatta kiritildi. Mana endi bunda oladigan bo'lsak, ekologiya nuqtai nazardan albatta yer ustini, landshap, tuproq, yuza suvlari, aholi, shuningdek shu hududdagi hayvonlar va boshqalarga shu avtomobil yo'llarini qurishda bajariladigan ishlar, texnologik jarayonlar, ya'ni tayyorgarlik ishlari bor, aytaylik asosiy ishlar bor, o'sha aytaylik har xil yo'l qurish mashinalarini ishlash jarayonlari va oxirida shu yo'llarni rejalashtirish ishlari shu ta'kidlangan obyektlarga, shular jumlasida mana tarixiy yodgorliklar, arxeologik obyektlar, aholini salomida va boshqalarga bularni ta'siri bor. Shularni ta'sirlari qanday bo'ladi va u ta'sir bo'lish jarayonida o'sha biz bajarayotgan texnologik jarayonlarni ta'siri qanaqa bo'ladi? Mana shular hammasi shu yangi IQN 107-24 da bajarilgan me'yoriy hujjatga kiritilgan. Bizga ma'lumki, yangi standartga bioindikator tushunchasi kiritilgan. Bu nima? Biz bunga yangilik sifatida bioindikatorlardan foydalanish nuqtai nazaridan, o'sha avtomobil yo'llarini qurishda, uni ekspluatatsiya qilishda, undan foydalanishda yoki ta'mirlashda aytaylik bioindikatorlar, mana o'simliklar o'zini qanday his qiladi? Biz bilamizki, yo'l chetida har xil o'simliklar bor. Mana lipa, beroza, chinor, tol deymiz yoki yelim daraxtlari, archa daraxtlari. Mana bular o'zini qanaqa his qiladi? Ya'ni o'sha qurilish jarayonida chiqayotgan har xil iskasi deb aytamiz yoki aytaylik mana shovqin yoki mana avtomobil yo'llaridan foydalanish jarayonida avtomobildan chiqayotgan aytaylik o'sha shovqin ta'siri natijasida o'simliklar, daraxtlar, butalar yoki o'tlar o'zini qanday his qiladi? Ular masalan aytaylik sarg'ayishi mumkin, qurishi mumkin yoki bo'lmasa ularni aytaylik ildizlari o'zini qanaqadir bir
holatga keltirishi mumkin bo'ladi. Mana shularni ham albatta bela indikator sifatida shu yo'l qurilishi ta'siri sifatida o'rganilib, bularni ta'siri o'sha aytayotman, o'sha is gazining miqdori qancha bo'lganda qanaqa barglarning qurilishi yoki aytaylikki sarg'ayishi yoki bo'lmasam aytaylikki shovqinning ta'siri, undan tashqari o'sha benzol deymiz yoki boshqa nimalarni ta'siri qanaqa bo'ladi? Shular mana shu yangi 24-yilda qilingan ishlarda kiritilgan. Bioindikatorlardan tashqari yangi hujjat yo'l qurilishining atrof muhitga ta'sirini baholashda yana qanday jihatlarga e'tibor qaratadi? Demak, biza shu bioindikatorlardan foydalanib atrof muhitga yoki bo'lmasa shu umuman olganda tabiiy ekologiya holatga ta'siri qanaqa bo'lishi ham biza bahola olishimiz mumkin bo'lar ekanki, shu baholashda talab qilinadigan me'yoriy ko'rsatkichlarning hammasi shu 2004-yili ishlab chiqilgan IQN 107/24, ya'ni avtomobil yo'llari va sun'iy inshootlarni qurish va saqlashda atrof muhit muhofazasi bo'yicha majburiy talablar idoraviy qurilish normalariga kiritilgan. Bu shu 2024-yilda bajarilgan ishlarimiz. Samarali suhbat uchun tashakkur. Bizning yangi standartimiz yo'l qurilishini yanada ekologik, toza va xavfsiz qilishga xizmat qiladi.